Әң надир, әң еңі, сүзіклік yuqur болған filmler Сәлкін сүзік film мұнбірді. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Bir 1949 yılı 10. ayının 1. günü neç yüzyıllık musafini besip ötken kadimi Beijing, Jungo'nun yakınki davr tarixideki en ulug' minutlarını kütüp aldı. Tantanilik, haybatlik Tiananmen meydanida bir ulug' shaxs yuqori ovoz bilan hozirgi davr naqshini aytmoqda. 最强音。 Devletning qurilganligini e'lon qilganlik, ko'ni davrning yo'qolib, yangi Jungo'ning tug'ilganligidan derak berdi. Şunun bilan bir vaqtda Jungo xalq ozodlik 2. dala armiyasi, 1. dala armiyasining 18. tuvani va 4. dala armiyasining bir qismi tez suratda Janubning Guyang degan yerda hujumni boshladi. Shundaqla G'arbiy Janubning ozodlik pardasini ochdi. 11. oylarning o'tirlarida ozodlik armiyaning asosiy kuchlari Chuannanga yurish qildi. Bizning hikoyamiz kichik bir ko'zga chiliqmaydigan Pingshui nahiya bozoridan boshlandi. Maşinin çırıqını öçürünler. Toxtat. Sizlar qaysi qismdan? Hey, ağina, bu 15. punktan 142. diviziya, Jav diviziya komandirining qo'dildigan yerimi? Shunda, unda sizlar qaysi qismdan? Biz 20. punktdan Çin kumandan alaydı gazarmasidan.
kommunistik armiya tarafidan tarqitib etildik. Sizlarning 15-binktani o'tkazib olib, yangi boshni tashkil qiladi. Jung qo'mondan birodarlarimni Jav qo'mondan qo'shib oldiganligini aytgan. Biz sepilni qo'dashga yordamlashamiz. Bizga xabar qilmadi. Buni mo yolg'on aytqilib bo'lamdi. Qo'limda Jung qo'mondanning Jav qo'mondan yozgan xati bor. Agar ishonmasang, men ishga askarimni boshlab sepilga kirib, Jav qo'mondan bilan ko'rishaman. Ma'qul. To'xtab tur. Men guruh boshlig'iga aytay, u sen bilan ko'rishsin. Koş. Siyasi yetekçi. Hop. Nim qilyapsan? Ko'z tichirig'i nimishib uchib qoldi. Nima qaqiraysan? Chiroq etilib kelsin, men de ko'ramsan. Nima ish oldu? Hey! Ehtiyotsizlikdan yiqilib tushdi. Bu kalva hech nimani ko'ramadik. Tez chiroqni remont qil. Ha, ma'qul. Hey, ag'illa! Yatın. Komandan, grup başlığı sizni ishga kirsin deydi.
Ben sepil içi girip ulanı tosup duray. Sen hazırla asas güçlere haber kılıp et. 10 minuttan keyin hücumni başlasın. Ma'qul. Sunsekay, Havdagang. Va! Gazarm boshlig'i. Mayli. Qamlashmagan. Mushunda qattiq yomg'ir yaqqan kunlardimi 20 tuvanning alaydi gazarmizdikilar kaptu deyman. Ajab qo'mondan bizga aytmabdi. Grupa başlığı. Bayağı sepelning üstü durup hemini kördüm. Hata emas. Yeşil rangli maşina. Yamg'irlik kiyim, putida Amerikaning o'tiki, yana qo'lida M65 tipli avtomat bor. Amerikaning jebimi bor. U yigit bayqoltis ekan. Pozorlik chiqib turdi. Pozor bo'lsin bo'pti. Kompaniya armiyasining qo'lidan mag'lub bo'lib, bu yerga bizdan panotlab kelgan qushqashgan-ku. Ugo shu. Grupa başlığı. Grupa başlığı. Qani, marhamat. 4-guruh boshlig'i Wang Daping bo'laman. Qo'mondan, familiyangiz nima ekan? 20 tuvan alaydi gazarm başlığı Yan Shuangyang bo'laman. Bu yoq rot komandiri Sun Sakhay. Bu yoq izvod komandiri Havdagang. Bu Jung qo'mondanning Jav qo'mondan yozgan xati. Jav qo'mondanga topshirib bergin. Xo'p, hozirla diviziya qismiga telefon qilay. Hey, ag'illar, chapa chakdinglar. Neredikine? Qani, bu Amerika konservasi. Qani, o'tira. Bundan keyin hammamiz qozonning tamog'ini yeymiz. Qara, nima yaxshi narsa. Qara. Bak yaxshi narsa ekan, qara. Vau. Nima yaxshi. Hey. Ha, to'g'ri. Sepildan uryapman. Ha, to'g'ri, sepildan. Tez diviziya qismi qilib, tez bo'l. Vay, kim o? Men sepildan uryapman. Sizga ma'lum qiladigan jiddiy ma'lumot bor. To'g'ri. Diviziya başlığı. Nima ish? Sepil tarafning telefoni. Vay, men Javyuda. Nima ish? Diviziya boshlig'i 20 tuvan alaydi gazarmasining qo'mondoni yan qo'mondan Jung qo'mondanni xatnab kelibdi ekan. Uning aytishicha bizga yordam qilib sepilni qo'g'dag'ili kelibdi. Nima? Jung qo'mondanning xati? Shunda qo'mondan. Meningcha yolg'on emas. Galva. Jung qo'mondan 10 kunning oldida qo'l qilingan tursa. Yeningdagi kompartiyaning odami. Nima? Chandırıp koyma. Ulan sizip kalmışsın. Digine. Ulan qancha adamken? 200-300 miken. Yaxshi. Ulan tutib tur. Meni hozirda keladi degin. Xo'p. Yan gazarm boshlig'i birdam saqlab tur. Qo'mondan hozirla keladi. Qo'shin yig'ilsin. Hop. Qo'shin yig'ish uchun oz deganda 10 minut vaqt ketadi. Boshlig'inglar bizni aldab tur dedim-a? Og'iylar, ular Havdagang, sepilning eshigini ochib ber. Cho'ng qo'shin kirsin. So'zaqay, o'q etib signal ber. sepilni qaytarib olaylik.
Shoying! Cho'ng qismchi, Keynimizdan kelyapti. yuringlar. Olg'a! Dushman qo'mondoni Jovidoni tirik tutinglar. Xo'p, olayli gazarma, mamla beringlar. Hop! Sepil ishigi! Sepil ishigi! Sepil ishigi! Qo'mondan, chataq bo'ldi. Kompartiya armiyasining kuch qo'shini hujum qilib kirdi. Jo'ylma, bu yerda qandaqmi kompartiya armiyasining kuchli qo'shini bo'lsin? Ular osmondan tushibdimi? Birodarlarga aytgan, qalayimqanchilik chiqarmasin. Kompartiya armiyasi faqat necha yuz odam, ular popos qilyotidi. Rost deyapman. Ish terisidan tikilgan do'ppilarni kiyyapti. Ular necha yuz ming odam. Qo'mondan, ular olli burun ichiga bosib kirib bo'ldi. Xo'pa, men bilan maq. Meni qo'yver! Meni qo'yver! Meni qo'yver! Qandaqroq? Ular bardashlik beralamdi. Joyudi qashmoqchi bo'lyotidi. Bo'lmaydi. Ularni tirik qo'ysak hargiz bo'lmaydi. Ular bizning salohiyatimizni biladi. Sen hozirla harakat qilib ularni joylab et. Ha? Ularning hammasi o'z odimimiz tursa. Ular kompartiyaning qo'liga tushib qolgandan bizning qo'limizda o'lgani yaxshi. Bu Gomindan uchun maxfiyatlikni saqlash bo'ladi. Buni o'limdan ortiq nimasi bor? Hozirla qolsa. Xo'p. Tez bo'linglar, tez. Tez bo'lmamsizlar, tez bo'linglar. Ha? To'q ketdi-ku. Nima ish chidaq uchib qoladi? Chaqtang. Nima qilay deysan? Jav qo'mondan. O'zing Gomindan rahbari turib, muhim paytda qichib ketib, jinoyat o'tkazmoqchiman. Rot komandiri, Yangi asarın başlığı, hücumunu to'xtatinglar. Yangi asarın başlığı, sizlar yetib keldinglar, hücumunu to'xtatinglar. bu yer dushmanning diviziya shtabimi? Shundoq. Sizlar nimaga o'q chiqiryapsizlar? Dushmanning soyisini ko'rinmaydi-ku. Yangi asarın başlığı, qarang. Bu qanday ish? Sepilga kirgandan keyin biz jasusni tutib oldik. U bizni dushmanlarning diviziya shtabi boyaga ekib qo'ydi. Ishga askarimizni ichki kirishga buyruq tushirdi. Biroq kim o'ylagandaysiz, endi kirishi bilan bino ichida ikki pay o'qdan ovoz anglandi. Ishga askarimizni yerga yiqildi. Ishchimiz qilib qalayimqan o'q otdim, biroq bino ichida hech qanday shab kelmadi. Keyin 3-guruh boshlig'i ishga askarni boshlab ichga kirdi. Biz yana o'q ovoz angladik. Keyin biz filimu, bomba, avtomatlarni ishga soldik. Bir qatimlar shiddatli hujum qo'zg'adik. 4-izvoz komandirini hujumga tushishga buyruq tushadi. Biroq o'ylamagan yerdan ular palampaydan chiqmaylar. Ichidagi iflos dushmanlar tarafidan bir-birlab o'ldirildi. 4-rot komandiri, bo'ldi yig'ilma. 4-rot komandiri, sen bir-birini o'ldirdi dedingmi? Unda dushmanlarning ishlatgan miltiqqa o'xshamamdi. Shundoq. Shundoq pang-pang ovoz bilan askarlar pastga yiqildi. Bu ifloslar ichidagi qanday munofiqlar bo'g'itdi. Nimachi bergan? O'lgan yaralang'ini bo'lib, yana 20-30 ga bordi. Biz yana hujumga chiqib ojizlik qildik. Endi xabar yetkazuvchini avatib, polkovnikka xabar qilib, zambirak akilib, u ishning bolalarini o'ldirib deylik. Bildim, 4-rot komandiri. Anladinglarmi? Ichidagi dushman odatiy piyoda askardan emas. To'g'ri, tapancha ilohi. Undaq emas. Bu odam cho'qim bir maqsadli urush qilyotdi. Ular zodi nima qilmoqchidir? Shoyan, endi qana qilamiz? Sinab boqaylik. Gazarma boshlig'i, men boray. Göteden. Bak. Ishga askarni boshlab u yerdan o'mlab chiqinglar. Bino ichiga qo'l bomba tashlanglar. Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Xo'p. Sunsaqay. Bak. Filimot bilan eng egizalak o't ochinglar. Xo'p.
Bölünüp bağaylı. Tez. نادىر ئەڭ يېڭى سۈزۈكلۈك يۇقىرى بولغان فىلىملەر سەلكىن سۈزۈك فىلىم مۇنبىرىدە. تور بېكەت ئادرېسىمىز www.chekit.com. Çıkınlar. Odam qutquzinglar, tez. Dargan, qanday qaraq. Ustidagi ahvolni bilaldingmi? Üstüde düşman kömüdü. Uni yeb ketinglar. Hop. Tez. Manga miltiq ber. Mer. Şu an ya, hem de qanday qilamiz. Granatni oymay etinglar. Men bilan menglar. Menimcha oz deganda 5-6 odam bor ekan. Hammasi ust mergan ekan. Biz sezib olsaqlar, ular hargiz qochamaydi. Qanday qilay deysan? Tarqilinglar. Sen-chi? Men bu yerda qolaman. Chekinaylik. Hop.
Siz yetekçi, hücum öteyli. Aldırma, birdem saklaylı. Kirib qarab baqayli, gazarın başlığı bilan kelishmaslik uchrab qalsa. Buyruq qo'ysin. Hech vaqt berilib ish qilma. Hozir kelsak, uning yordam qilolmay qolmasdan ovozliq deb beramiz. Biroq Sen Qarlig'ash qo'sh burkut degan laqabni anglamaganmi? yerim odam, yerim Allohdi. Tangdish yo'q mari. Uning qobiliyatiga ishonaman. O'zingni ip qetish mahorating haqiqatan yomon ekan. Xuddi o'zimga o'xshash odamni ko'rgandek bo'ldim. Sening bu mahoratingdan qaraganda, sen hargizmi odatdagi askar emas.
Sen zadi kim? Bana aytib be. Bilmən. Sen çoxum mening keynimde payda bulasan. Bana işinəmsən. Uyun ayaqlaşdı. Mən seni adil usulu bilan öldürələyman. İşənməsən, qani sınab baqaylı. Sen rastlık qaltis ekansan. Agar bayamqı o'qni atmagan bo'lsang, sening bu ekanligingni bilmagan bo'latdim. Who down you again? Sening tilingni men tushunmadim. Who down you again? Quraldan tashlab o'tamsan? Yes. Özünün ko'ziga ishonamsan. Özünün ko'ziga ishonma. Mening gapimga ishon. Sening bir jup ko'zing seni aldayotdi. Nima, tushunmadingmi? Sening orqamdan hujum qilishingga ishonatdim. Shunga buni sen uchun loyihladim. Faqat yipni tassamla sen tugishsan. Tez giringlar, men uni tutib oldim. Tez! Әң надір, әң еңі,
süzüklük yuqori bo'lgan filmlar salkin süzük film munbirda. Tor bekat adresimiz www.jsalkin.com. Sen kim? Eng yaxshisi, men 3-chi qitim so'rab qolmay. Sen zodi kim? Sen qaltis ekansan. Rastlı bək qaltis ekansan. Sen mi bak kaltıskensen? Sizlar zodi nima odam? Senin bunlar köp narsalarni bilishing hajatsiz. Bir qarabla bilishki bo'ladi-ki, sizlar odatdagi askarlar emas. Hammanglar noiti voyaga yetgan azmatlar. Sizlar ishlatgan miltiqni men ko'rib baxmagan. Uni nima deydi? Mergen, miltiq. Mergen miltiq. Rost gapni desam, sizlarning bu yerda paydo bo'lishinglar aqlga sig'maydi. Nima uchun? Sizlar nima uchun bu kichikina nohiyada paydo bo'lasizlar? Talatinga qarasam, unda köp gap qiladigan odamga o'xshamaysan. Sizlarning ahmoqona ish qilmasliginglarni umid qilaman. Qur'on tashlanglar. Obdinroq paranglashib baqayli.